7 ta ulushlardan birortasini niyati go'sht bo'lishi mumkin emas. Sababi Xo'p, xabaringlar bor, o'rtoqlar qo'y narxi osmonga chiqib ketdi. Omadligini bersin-ku, 100 mingdan oshiq hisob qilib so'yib berayotgan odamlar ham bor. O'shani hisobiga aytaylik $300, $400 puli bor odamlar ham qurbonlik qila olmayapti. Endi $300 kamroq, u kamida $350 dan boshlab, boshqa qilayotganda 4 million 200 ming puli bor. O'shanga yarasha qurbonlik qilishim kerak. Lekin qilmasam bo'lmaydi, pulim ko'p emas degan odamlarni 7 tasini bitta qilib, mana menga o'xshagan mol so'yib bera olamiz. yo murojaatlardan bilyapmizki, molga ko'pchilik shubha qilib qarayapti. Nimaga desa, boshqa ulushdorlarni niyati go'sht bo'lib qolsa-chi deyilyapti. Aynan xayriya masalasida 7 ta ulushdordan birortasini niyati go'sht bo'lishi mumkin emas. Sababi ular hammasi qurbonlik go'shtlarini hammasini 100% mehr 20-20 ga go'shtlarni topshirishmoqchi. Shunda hech kimning niyati go'sht bo'lmaganligi aniq bo'ladi. Ya'ni Shu nozik jihati ham shu bilan yechilib ketadi. Ya'ni 1 kilo bo'lsang go'sht olib qola olmaydi. Yo'q, 1 kilo bo'lsa ham go'shtni beringlar degan insonni bitta qilib ulushdor qilib qo'shilayotgani yo'q. Hamma 100% qurbonlik go'shtini xayriyaga o'tkazyapti. Shunda bu tarafda ko'nglinglar xotirjam bo'lishi mumkin. Bizda mollar ham arzon. Xullas har doim aytayotgan gapimiz, mehr 20-20 bilan qurbonlik qilish juda oson.